Assalomu alaykum Nabijon Nurmatov kanaliga xush keldingiz. Bugun biz inshaalloh Yavanda futbolamiz. Mana ko'ryapsiz. Bosh qaynar qizil formada, zborni yangi turmush oq formada ko'ryapsizlar. Endi ko'p videolarda ham aytib o'tdik. Inshaalloh ikki komandaga ham omad tilab qolamiz. Bu yerda Haji Akbar inshaalloh futbolni organizatsiya qilgan. Bundan keyin ham ular ham bor deyapti inshaalloh. Az bu salonlarga kelayotgan bo'lsak, mashin, ot ko'p narsa bor ekan o'yinda. Shuning uchun bizning komandalar inshaalloh jang etdi degan umiddamiz. Harakat qilinglar. Bularning aslida yaxshi yangi turmush. Tolqa terma yangi turmush zborni bo'lgan. Birinchi joydan olib kelgan yo'q. Yaqinroq kelamiz. Bu yoqni nasib qilsa bosh qaynarga bolalarga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Omad hammasiga inshaalloh. Ha endi bu o'yinda ko'rsatamiz. Aytyapman, buni bosh qaynarni ko'ryapmiz nasib qilsa inshaalloh bosh qaynarning bolalarga ham omad tilaymiz inshaalloh. Beri poliyada ko'rsatadi. Endi bu gap ko'p bizga ham bir video oldik-da inshaalloh. Endi jang edi degan umiddamiz, lekin poliyada ko'rsatdik. Kim ol zo'r, kim ol qanday inshaalloh chiroyli o'yin qilamiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.